Assalomu alaykum, hurmatli chorvadorlar, hurmatli chorva ixlosmandlari. Bugungi mavzuyimiz xudo xohlasa mollarni qashlaydigan shotka haqida bo'ladi. Bu shotkalarimiz mollarning turiga va qanaqa ko'rinishga egaligi, ya'ni buzoq holatidami, novoz holatidami yoki sog'im sigir holatidami, o'shanga qarab baland pastligi o'lchanib, hammasi stabilniy holatda keltirib qo'yiladi. Ko'rib turganingizdek, juda ixcham va qulay hisoblanadi. Yana bir xususiyat shundaki, bu mollarni sutini ham ko'paytirib berishga yordam beradi, ya'ni asosiy rol o'ynaydigan asboblardan bittasi. Bu shotkamiz bitta zagonda bu yoq tarafda 4 ta, bu yoq tarafda 4 ta, ya'ni bitta navesni tagida 8 ta qo'yilgan hisoblanadi. Bu minimalniy bitta zagonga qo'yiladigan raqamlar. Bu shotkalarimizda hozirda bizda savdoda mavjud bo'lib, bemalol bizga murojaat qilib olib ketishingiz yoki buyurtma qilishingiz mumkin.